Ha, charchadingmi? Endi Tirnovga borish kerak. Yarim kechasi bo'ldi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men charchashga haqqim yo'q, to'xtashga. Chunki Qashqadaryo tomonlarda meni mushtparvar onam balam yaxshi natijalar qilsin deb duo qilib, oddiy loytomda qarab o'tiribdi. Xudo xolasa inshaalloh jigarlar. To'g'ri, sal toliqish bor, lekin to'xtash yo'q. Balki sekin kafe ham Xudo xolasa dushanba kuni ochilish qilamiz inshaalloh. Shunga tarafda ko'ryapmiz. Oshxonasi ham, kuxnasi ham bitib qoldi. Yog'am qalb yo'q.